Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşçülər. Erkin Asya Radyosu'nun Uygurca programmasını anlamışsınlar. Biz Avrupa Parlamenti'nin Belgiyadaki, yani bürosundaki baş ştabının altında. Bugün bu oranda Halkara Uygur Forumu, yani Halkara Uygur Munbir'in anlık bir yığını içiyordu. Bu yığını Halkara Şarkı Türkistan Cemiyetler Teşkilatlar Birliği, Dünya Uygur Kurultayı, aslında Halkara Teşkilat Katarlık 3 teşkilat birlikte oluşturgan. Bu yığının umumi məqsədi Uygur erkek kırgınçılığa dünyavi inkas kaytırış. European Parliament adopted a resolution which is recognized China's atrocity to continuous crime against humanity and serious risk of genocide. At the same time, European Commission has Мен faqat tamaq yegen vaqtımız, tamaq aldıq kelgen vaqtda aşı qayndaşlarımı eslayman. Көз алдымға keledi. Uxlayamayman. Yana salomatligimdan butunlay ayrılıb qalgan bir insan. Lekin ailem birinchi ailemden kuch-quvvat olaman. Ular mening yonimda, har vaqt meni qo'llab turadi. Ikkinchi, men yalnız emas. Mening keynimda aqanat suydigan, bizni qo'llayotgan, nurg'unlagan demokrat davlatlar, aqan suydigan shaxslar bizning keynimizda turibdi. Biz bilan birga kurash qilyapti. Buningdan kuch-quvvat olaman. Milyonlagan erkak qirg'inchilikqa uchrayotgan qarindoshlarımning ovozini butun dunyoga anglatish mening bir insoniy borchim deb hisoblayman. Xitoyniki jazo lageridan qutulib Fransiyaga chiqqan vaqtimda vaqtning o'tishi bilan hammani unutib ketaman deb xato o'ylabdiman. Vatandagi shu chorasiz qolgan, o'zining ovozini chiqaramayotgan shu xalqimizning zulmini ovozimiz anglashimiz kerak. Eşedeki kalan, kunde kızlar, yaş kızlar deydiğen gaplar hazırgıçı, isimde hazırgıçı kulağımda. Herkes bizni unutkaman, bu şey ütkenler neymiş, kögen küllerini unutkaman. Bütkül milletlerden de eşed kızlar amanet diyen, şu amanetlerin hazır, bütkül dünya var, ben 4 yıl oldu çıkınımga. Amanetten de kivatmen, kızlarını herkes unutmadım. Acaba hayvandan qo'rqitish qonunini ma'qullagan bu Yevropa mamlakatlariniki bizdek bir qirilayotgan bir millatni ko'rib turib, bizdek guvohlarni anglab turib, butkul qonunliq dokladlar, hujjatlar, reportlar e'lon qilinib turibmi? Ya'ni shunday bir azob oqibatni qilayotgan bizdek bir insonga bir yordam qilinib sunmasligi meni bek jindurdi. Bu ruhiyatimizdagi bu azob oqibat meni avlodlarimga ta'sir qilib, hozir bizning oilamiz butunlay shundaq tishlanqiliq, uyqusizlik, tan salomati intayin nachar boshqa holat yashashga majbur bo'lyapmiz. A voice that will also be heard far beyond Europe's borders. The right of people's self-determination is universal and is enshrined in Article 1 of the It is also really fantastic to see such a great audience and such a great interest in this forum. Burada hep birlikte güçlüce ses çıkarmanın alternatiflerini aramak için yollara düştünüz. Sizlere tekrar kendi camiam ve tüm bu zulme karşı direnenler adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. That if we will not fight for freedom anywhere, there will be no freedom anywhere in this world. If not directly responsible, but they have been facilitating, enabling the Chinese regime to commit this atrocity. And in this sense, this session links nicely with the sessions we had this morning at the European Parliament, and in particular, the idea of raising the cost. European Parliament adopted a resolution which is recognized China's atrocity to continuous crime against humanity and serious risk of genocide. At the same time, Bugünkü Avrupa Parlamenti ve çıktığı parlamenti çıktığı tarkıvatı. Şu tarkıları hem şu karakterleri ortasından kaçırmak için. Rahmet, bugünkü Avrupa Parlamenti'ndeki yığınımızın Avrupa Parlamenti kısmı olsa bu cıkrak Avrupa Parlamenti ve siyasetçilerin uyanmaya gelgen hükümet erbaplarının bu bizim Şarkı Türkistan 101 vatandan bu erkek kırgınçlık ve insanlara karşı cinayet hakkında ularının fikirlerini eriş,
ularning diqqatini tortish va yalnız diqqatini tortish emas, zaten Avrupa Parlamenti Uyghur erkeklerine qabul qilgan bir parlament, ama bu qabul qilish ayrı bir mesele, bunu hareketga o'tkazish kerak. Shuningga ularning bu masalada oldimizga bilan turgan qadam bosishlar haqida ularning fikrlarini anglash bo'lgan bo'lsa, endi bu Kron mehmonxonasida davom etayotgan chiqib forumda bu yerda bo'lgan qonunchilar bor, xalqaro qonun mutaxassislari bor. Onun için Andrea Zens o'xshaydigan, Ryan Tuck o'xshaydigan shu Uyg'ur erkak masalasida nihoyatda ishonchli dokladlarni e'lon qilgan dunyoda va qabul qilingan mutaxassislar ekanlar. Va shundaqla yana Uyg'ur faoliyatchilar bor. Bu jarayonda biz guruhlar bo'linib muzokara qilish orqali filmlar bo'yicha qanday qilib shu Uyg'ur erkak qirg'inchiligini to'xtatish va Uyg'ur erkak qirg'inchiligini qilayotgan Xitoy hukumatini qonuniy jihatda, siyosiy jihatda, iqtisodiy jihatda bu mas'uliyatini va bunasının jinoyatini qanday qilib so'roq tortamiz. Bunun qadam bosqichlari nima? Bu shaklda konkret shaklda muzokara etiladi. Hamda bu ikki tashkilotlar kesimning yana dunyo o'zgartirgan bu O'zbekiston tashkilotlari ma'lum fikrga o'xshash mumkin masalalar. Lekin qanday bo'lsa bu masalada sizlar o'rtak birlikda sizlar bu orqali nimaga erishib qanday bir maqsadga yetishdik? Tabii bu Türkistan davası çoğun bir dava. Bugün xalqaro qonunchilarning en asli Şərq Türkistan davası Xitoyning Hindistonga toprak ekanligi, Şərq Türkistan tarafının o'zgartirish va mustaqil bo'lish huquqining borligini xalqaro qonunchi qisqacha etmek bunlar çoğun bir dava. Bunu yalnız dünya hukuki veya birkaç teşkilat üstümüzde kullanmayız. Şunun için bir yerde her kaysi teşkilatlarının kiralaydigan, qulalaydigan o'ziga xos mutaxassislashgan doiralar. Bu yo'lda bugün Birleşken Milletler Teşkilatı olsun, Avrupa İttifakı olsun, Amerika, Avrupa başka devletlerin, demokratik devletlerin hükümet parlamentinde özümüzün lobi faaliyetleriyle belirli tesirli ve belirli kademlerini basalım. Bu mesele insan hakları meselesini allıqaca işbetken bir erkek erkencilik meselesi boğanlığı için dünyanın şundaki ittifakı dünyada şu meseleler veriyor. Bu millet başka olursa, olmasa reaksiyon yoktur. Bunun için bizim bir çıkış yolumuz, müstakillerimiz diğer nesli diğerimizle de olmaydı. Yüzümüz YouTube çıkıp birbirimiz desek olmaydı. Bunu ispatlaş gerek. Bunun Hristiyanlık ittifakı kendini ispatlaş gerek. Bugün oturum koyman Michael Kanlar, xalqaro qonun, hukuk dairesinde Uyghur tarihini, diplomatiyasini, xalqaro siyasetlerini, hukuklarını şu narsa var mı yok mu? Biz bunun işlavatımız birlikte bu bir çoğun bir proje. Bunun bir kısmını takdim kılan oldu. Tunca geldim xalqaro bir sorunda hukukçular var, qonuncular var, siyasetçiler var, parlamentlar var, mutaxassislar var bir yerde. Bu projenin dastlabki nusxasini o'tirib atgan bo'ldi. Demak, bu bir durmuş noktasida bo'ldi. Rahmat sizga, menimcha faoliyatingizniki hozirgi yordam tadbirkorishni fikirdiki qurilish bo'layotganlardan iborat bo'ldi. Meni siz yaxshi chaynab berdingiz. Faoliyatimizning kelgusidagi qismini natija ko'rsatdi. Sizlarga ko'p rahmat. Erkin Osiyo radio stansiyasining shakli bu Uyg'ur xalqaro o'yinlarga naq maydonda ziyorat qilib mutaxassislarga buni xalqimizga vaqtida bizlar uchun hurmatli ko'rmanlar, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Asana xalqaro tashkiloti va Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hamkorlik qilayotgan Uyg'ur erkak qirg'inchiligida dunyoviy saviyada imtiyoz qaytarish yig'in bugungi bir kunlik faoliyatini aqlashtirib, o'sha o'tiribdi. Bizmi shu munosabat bilan bugungi ishimizni tortishimizni bu yerda fikrimizdagi ko'z qarashlar bilan o'zimizni sunduq. Erta bu faaliyet yani ısıl devam kıldı. Ruslarga rahmet. Görüşürüz. Şu an